kontragentlar bilan o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish akti qanday olinishini ko'rsatamiz. Bitta kontragent bo'yicha ham barcha kontragentlar bo'yicha hisobot shaklida ham ko'rish mumkin. Bitta kontragent bo'yicha solishtirish aktini ko'rish uchun nomenklatura va kontragentlar bo'limiga o'tamiz. Kontragent nomiga bosamiz. O'zaro hisob-kitob to'lov-nomatasiga bosamiz. Bu yerda boshlang'ich qoldiq, debit, kredit, yakuniy qoldiqni bilib olishimiz mumkin. O'zaro hisob-kitoblarni solishtirish aktini hisobot shaklida ko'rish uchun hisobotlar bo'limiga o'tamiz. Yangi hisobot yaratamiz va kontragentlar bo'yicha debit kredit hisobotini yaratamiz. Boshlang'ich va yakuniy davrni ko'rsatamiz. Korxona valyutani ko'rsatamiz. Saqlash tugmasini bosamiz va hisobotning yaratilishini kutamiz. Hisobot tayyor bo'lgandan keyin ustiga bosamiz va barcha kontragentlar bo'yicha debit kredit hisobotlarini olishimiz mumkin.